oliy ta'lim bu nazariy bilimni oladigan joy. Hmm. Olib olib, ishlab chiqarishga borsak yoki birga olib borsak ularni mana qo'shma bo'lyapti-ku. Haqiqatan ham qiynalmay ishlaydi har qanday mutaxassis. Keyingi savolimiz, sizni tajribangizga ko'ra bu sohada eng katta muammo nima? Bizni sohada mana misol uchun men ko'p qilaman. Bizni energetika sohasi demoqchida, savolda. Bizning sohamiz. Energetika sohamizda qiyinchiligi shundaki, bu ko'zga ko'rinmaydigan oqim, zaryad. Gapiramiz, aktiv quvvat deymiz, reaktiv quvvat deymiz, to'liq quvvat deymiz. Endi misol uchun men quruvchilar eshitib qolsa xafa bo'lmasin, ularni sal osonroq. Bugungi darsimiz deraza yoki g'ish yoki bo'lmasa eshik deydigan bo'lsa, studentga ko'zga ko'rinib turadi. Biz P deymiz, Q deymiz, bular nima deydi? Xayoldan tushunish kerak. Bunga katta bilim kerak, sal chuqurroq. Keyin albatta bizning sohada, bu sohada faqat energetikada emas, bu texnika sohasida nima deydi? Har bitta o'qiyotgan abzasni o'qib, mavzuni chaqib, keyin o'tish kerak, keyingi abzasga. Shundan keyin nima bo'ladi? Sal tushunish ketadi. Endi misol uchun Alisher Navoiyning bitta asari bo'lsa ekan, badiiy adabiyot bo'lsa ekan, boshqa narsa. O'shuning uchun bu yerda hozir endi nima deydi? Qiyinchiligimiz shu bizda ko'zga ko'rinmagan tushunchalarimiz ko'p. Kuchlanish ham deymiz, do'kon deymiz. Bularni matematika, fizikalardan olib kelib bilimni keyin tushuntirish osonroq bo'ladi. O'shuning uchun bolalarga sal qiyinchilik. Ayniqsa fizika maktabda sal oqsab qolyapti maktablarda. O'shuning shu tomonlarni yaxshilab olsak, men shunaqa yana ham rivojlanib ketamiz haligisini. Tushuntirishimiz osonroq bo'ladi bolalarga. Nazariy tomondan nazariy tushuntirasizda. O'sha nazariy tomonni chuqurroq bolalarga berib olsak, tortib ketadi bolalar. Keyin o'ziga bog'liq u yog'i. Rahmat. Keyingi savolimiz, nazariya bilan amaliyot o'rtasidagi eng asosiy farqni qanday tushunasiz? Nazariya mana eskidan shunaqa tushuncha bor. Nazariya oldinda yuradi, amaliyot keyin deyiladi. Lekin bugungi kunda shu tez rivojlanayotgani uchun ikkalasini barobar ketish kerak. Endi to'g'ri, bizda sal to'g'ri kelmaydi, lekin dasturlarda hisobga olingan. Yozgi amaliyotlar haqiqatan ham mana hozir ayrim paytda qishga ham o'tkazib qo'yapti, yozga ham o'tkazib qo'yapti. Bulardan studentlarimiz to'g'ri tushunib, to'g'ri foydalansa, ikkalasi barobar ketadi, o'ziga ham qiyin bo'lmaydi. Ikkinchi, endi bu gap emas-u, studentlik paytda amaliyotda bilmagan narsani so'rash osonroq bo'ladi. Bitirib borsam, shunday diplom bo'lsa, endi qo'pol qilib aytyapman men, ayrim narsani so'rashga uyatib qolishi mumkin. O'shuning uchun talaba amaliy sohalarda, amaliyotda deylik, endi bizning amaliyotda to'g'ri foydalansa, o'ziga foyda. O'sha ikkalasi endi hozir mana davlatimiz ham bu bilan qilyapti. Ikkita ta'limni ishlab chiqarishga bor dars o'tyapti. Endi bu yerda sadaqat sharoitlarga emas, endi nima deydi? Borsa qani dars, bolalar ham bemalol boradi amaliyotga. Qani o'sha yerda sharoit, auditoriya bo'lsa misol uchun. Borsa nimaga bormas ekan? Jon-jonda boradi. Lekin endi ularda ham sharoiti bor. Endi alohida ular ham qo'shimcha ularga ham yuklama. O'sha bularni sekin-sekin rivojlanyapti. Shuning uchun amaliyotni nazariyani oldin tushunib olib, keyin amaliyotda qo'llab, bilmaganini so'rab, hali qilsa nima deydi? Maqsadga muvofiq bo'lib, talabaga ishlashi oson bo'ladi. Endi tushunish oson bo'ladi. Lekin baribir ishga borgandan keyin 3 yilgacha to'xtamasa o'rganish kerak. 3 yilda, endi men o'zimda 3 yil deb o'zim fikrimni aytyapman. Kimdir balkim 1 yil tezroq o'rganib olar, balkim 6 oyda o'rganib olar, balkim kuzatib yurib o'rganib olar, samochka deydi o'zbekchasiga. Lekin endi bir yomon tomonini olgan 3 yil. 3 yil tirishqoqlik bilan ishga borgan ekan amaliyotda bilimini mustahkamlash kerak. Amaliyot so'rab, bir haligilarni qilsa yaxshi bo'ladi. Keyingi savolimiz, qaysi yondashuvlar eng samarali hisoblanadi va nima uchun? Yondashuv? Fanga yondashuv. Fanga. Endi bizning sohada energetikamiz boyagi aytib o'tganimdek eng birinchi o'rinda matematika bilan fizikaga yondashish kerak. Keyin nazariy elektrotexnika degan fanimiz bor. Etna deydi o'zbekchasiga. Nazariyada o'sha yerda qo'yinki qolgan fanlarni men sal qo'polroq qilib aytay, qolgan fanlarni o'sha fandan ajrab chiqqanmiz.
O'sha yerda nazariy bilimni ikkinchi kursda o'tiladi, bekorga o'tilmaydi boshida. Hamma bilimlarni fizikadan keyin davom etadi. Mana bilasizlar, fizikani 3 ta bo'limi bor. Uchala bo'limni mustahkamlab kelib turib, undan keyin nazariy texnikaga o'tib olsa, undan keyin bu yoqdagi fanlar sekin oson ketadi. O'shuning uchun shu fizika, matematikani tushunmasangiz tushuntirib olmaysiz. O'shuning uchun birinchi kursda o'tadi. Keyin men bu yerga qo'shib qo'yardim chizmachilikni ham. Bizni sohamizda aytganidek yo'q narsa-da, tafakkur rivojlangan bo'lishi kerak. Hayoliy tushunishimiz kerak-da. Buni misol uchun g'ishmasda ham quvvat g'ishmas. O'shuning uchun fizikani birinchi o'ringa qo'ysangiz, matematikani qo'ysangiz, keyin boshqa chizmachilik ham. Hayolan chizishingiz kerak-da, misol uchun. O'sha bu ham foydali narsa, chizmachilik bekorga qo'yilmaydi. Endi to'g'ri, hozir qalam uchga o'chiruvchi bo'lib ketdi. Haligi nima deydi? Injenerlik grafik bo'lib qoldi. Kompyuterning grafika deb qo'yaylik, eskichasiga, yangichasiga. Kompyuterda chizyapmiz, lekin o'sha chizish uchun ham chizmachilik oddiy tilda aytganda, o'shuning uchun bu fanlarga haligi nima desam bo'ladi, o'shalarga e'tibor bersa yaxshi bo'ladi, maqsadga muvofiq. Tushunarli. Keyingi savolimiz: Hurmatli To'lqin Kamolovich, har bir professional mutaxassis o'z yo'lida turli to'siqlarga duch keladi. Sizning muhandislik yoki pedagogik faoliyatingizda qanday eng katta xatolar kelib chiqqan va xatoyingizni sababi nima? Ushbu tajriba sizni xarakteringizni va keyingi faoliyatingizni qanday qilib kuchliroq qildi? Hamma dars berishda ham, misol uchun ishlashda ham dastlab nima deydi? Olgan nazariy bilimni berish oson ish emas. Misol uchun ayniqsa bizda dars berishda tomondan qiladigan bo'lsangiz, ma'ruza matnni oldin o'zimiz uchun yozganmiz. To'xta, men ertaga darsga kirsam, qanaqangi narsalarni qo'shaman. Keyin darsga kirardikda, darsga kirib gapirgan payt esidan chiqib qoladi, nimadir. Shuni aytmabman-da deysiz. Shuni men o'zimga xato deb yozib olardim. Mana shu darsga kiribman-da, shu temada keyin nimalarni aytdim bolaga deysizda, o'zingizga aylantirasiz miyangizga. Ya'ni bolaga bilim bergisi keladi-da. Keyin bitta narsa qolgan bo'lsa, keyingi darslarga shuni to'ldirish uchun harakat qilish kerak. Hamma joyda ham. O'shunaqa men misol uchun shunaqa esimdan chiqib qolgan narsani keyingi darslarga qo'shib to'ldirishni o'zimga menga yordam bergansan bo'ladi. Keyin doimo o'rganish uchun mana maktabda ham deylik, institutda ham studentlarga ham shuni degan bo'lardim. Bilgan narsani chiqib do'stlar oldida gapirib berish kerak. Do'stga juda bilim olishga yaxshi joy. To'g'ri, o'qib, o'tirib, o'rganib kelish kerak, lekin bilgan narsani do'stga aytib bersa, bilim mustahkamlanaveradi. Endi hozirgi xatolarimiz bolalardan turg'izib so'rab qo'yapmiz ichkarida, bu yoqqa chiqarmasdan. Shuni hisobga olsa, yana o'qitgan talabamizdan ko'proq natija kutgan bo'lardik. Yana ham rivojlanib, tepaga qarab ketgan bo'lardi deb hisoblayman o'zim. Keyingi savolimiz: yoshlikda qilgan eng katta xatoingiz nima bo'lgan? Juda murakkab bu savol. Yoshlikda nima xato qilgan ekanman? Murakkab ekan savolingiz. Yoshlikda tilni ko'proq o'rganish kerak edi. Ko'proq o'rganmaganimni xato deb hisoblayman. Bu paytda to'g'ri, 2-sinfligimizdan boshlanadi rus tili. Lekin men ingliz tili, bo'lgan hozir arab tili, shunaqa boshqa tillarni ham o'sha paytda chunki yoshlikda oson bo'lar ekan. Maktab paytida birorta fan qiyin bo'lmagan. Mana endi hozir men qaytib nimani e'tibor beradi? O'sha o'rgangan fanlarimni qoldiraverardim, lekin tilga ko'proq e'tibor berardim. Ingliz tiliga misol uchun. Rus tilini juda ko'p qilib olmaganmiz, lekin o'sha paytda shunaqalik edi, lekin bu ham haligi shu tillarni ko'proq o'rgangan bo'lardim deb hisoblayman. Hali yoshlikda olingan bilim toshda o'rgangan, haqiqatan to'g'ri ekan. Shu maktab paytida fanlarni o'zgartirish ham qiyin bo'lmagan. Hech qiynalmaganmiz. Endi domlarimizga bog'liq ekan, maktabda qattiq bo'lgan ekan, lekin ingliz tili sal chekkada qolgan bizning paytimizda. Rus tili o'qiganmiz, yodlaganmiz, she'r ham yodlaganmiz. Rus tilidan pasportmi degan she'rlarni, bu narsalarni esimdan aytib bera olmasligim mumkin, lekin
ingliz tili sal e'tibor bermagan ekanman. Uni bu yoqni hal qilmaganmiz, rus tili hal qilganmiz, endi shunaqa moda ekan deb o'ylagan bo'lsa kerak. Lekin hozir bugunga yetib kelib turib, o'zimni shunaqa deb hisoblayman. Til o'rgangan. Til o'rganmagan ekanman. Tilda ingliz tilini deb qo'yray. Rus tilini chala-shulpa bilamiz. Narsa deb gaplasha olamiz. Общаться могу deydi o'rislar. Lekin ingliz tili very bad. Yaxshi. Bunaqadan biladiganga o'xshayapsiz lekin. Nima deb olaman? To'kinishni bilaman. Xo'p, keyingi savolimiz. Yosh mutaxassislarga nimalarga ko'proq e'tibor berishni maslahat berasiz? Yosh mutaxassislar albatta bilmaganini so'rash kerak. Uyatmasdan so'rash kerak. Bizda bir-biridan uyatadi bolalar. Mana o'rtog'imdan so'rasam, u bilsa men bilmas ekansan deydim. Keyin yana bitta yoshlarimizda shundaylarigi borki, o'zi jinniy narsa o'rganib oladi-da, o'rtog'i so'rasa ustidan kulgandek bo'lib qoladi. Bilmaysanmi shuni ham? Unaqa demaslik kerak. Unda desa ham e'tibor bermasin. Men so'raversin. Mana men misol uchun Moskvada o'qiganimda Nikilpayev degan odam oldiga domlam yuborardi. Endi ishimizda muammo chiqib qolardi. Shuni Nikilpayev dedi. Nikilpayevga borib, Boris Nikolayevich o'qishda kitob Nikilpayev degan odam, stansiya pastansiya kitobini yozgan, juda yaxshi kitob. Odam ham yaxshi odam. Endi men tanimayman, domlam taniydi. Akademik bo'lgan o'sha paytida. Qo'shni kabdira edi, stansiya pastda kabdiradi, bizniki ta'minot kabdirasi edi. Domlam yuborardi, shunaqa aspirant qo'qib kirasiz endi oldiga. Yaxshi bilan gamaljidan desam, "Хорошо, senok, sadis" deydi. Endi men o'ylaymanki, unga men undan so'ragan savolim birga birni qo'sh. Lekin u odam uchun. Men birga bir so'ramaganman. Lekin men so'ragan narsa domlam ham bilmayapti. Yecholmay qolyapmiz. So'rash kerak kimdandir. U ham shunaqa shirin javob qaytarardiki, o'zing ham bilarding-ku, ikki bo'ladi deb qo'yadi. Misol birga birda. Shunaqa shirin javob berdi. O'shuning uchun men yoshlarga aytardimki, bilmagan narsani so'rashdan uyatish kerak emas. Любой mahal. Mana hozir biz ham kompyuterda nimani bilmay qolamiz. Yoshlar biladi, men so'rayman, nima men uyatishim kerak ekan? Bilmayman, ko'p narsani bilmayman. Telefonda ancha ko'p narsani bilmayman. Yomon ko'raman. Telefon bo'lmaganda qanaqa qilaman? Lekin shu bizning O'zbekistonda moda. Suhbatdoshni mot qilish, unaqa qilmaslik kerak. Qijoat qilib qo'ymaslik kerak. Suhbatdoshini shuning uchun bilmagan narsasini hech qilmasdan, to'xtamasdan so'rash kerak. Shuni men aytgan bo'lardim. Agar yoshlar qilayotgan bo'lsa, hech uyat yo'q. Endi ikkinchi tomoni bor. Endi domlar eshitayotgan bo'lsa, "Xo'p, meni oldimga kelib bitta studentni faraz qiling." Birga birni so'rab. Ikki bo'ladi. Yosh bola ham biladi, maktab bolasi ham biladi. Men unaqa demasligim kerak unga. Nimaga meni oldimga keldi? Xursand bo'lishim kerak. Oddiy narsani so'rayapsan demasligim kerak. Aytib berishim kerak. Yumshoq qilib, Nikilpayevga o'xshab. Ash markazda olgan Nikilpayevga. Lekin oddiy narsani so'rayapti u. Lekin menga tushuntirib qo'yishim, sekin yumshoq qilib. Buni bunday qilib e'tibor bergin, mana qilib so'rasang, o'zing ham topalarding deb qo'ysam, u ham men oldimga kelaveradi. Agar men salcha uni xijolat qilib qo'ysam, ikkinchi kelmaydi men oldimga u. O'shuning uchun bu tomondan uyatish kerak emas talabalarga ham. Bilsam aytib beraman, bilmasam unga ham aytaman men. Buni bilmas ekan ertaga aytib beraman deyman. Nima uyatishim kerak ekan? Butun dunyoni quchoqlay olmaysiz. Bilim shunaqa tugatib bo'lmaydi. Bilmayapman, ayniqsa bir sohada. Savollar ko'p chiqaveradi. Shuning uchun shuni bilmagan so'rashni e'tibor berishsa yaxshi bo'ladi. Maqolam borki, bilmaganini so'rab o'rgangan olim deyiladi. So'ramagan o'ziga zolim. Ancha yoshligida. Talabalikda demoqchiman men. Savollarimiz hammasi shu edi. Sizga katta rahmat. Biz endi sizga kichkinagina sovg'amiz bor. Sovg'ani berishdan oldin bizga buni savollarni talabalar yo'llagan. Shunda qaysi savol sizga bir yoshlikni eslatdimi yo qaysi biri ko'nglingizga yaqin kelgan bo'lsa, shuni tanlab bersangiz, biz o'sha talabaga sovg'a beramiz. Shunaqa qilib qarab aytdim, esimdan chiqib qoldi. U nima edi? Xatomni so'ragan kim edi? Xatoingizni o'shunga bering. Xato so'ragan. To'g'ri savol so'rabdi o'sha. Yoshlikda qilgan xatoingizni o'shunga bering. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Rozi edim. Yo'q, domlar. Rahmat. Qatnashganingiz uchun rahmat. Yo'q, bemalol. Men buni vaqtachilab ora bo'lsizlarda, qiynab kim hal qilyapti? Student odam. Bu bizning homiylarimiz tomonidan. Unda olarman.